respublika bo'yicha mashina bozori, mashina savdosi so'ngan, ozgina narxlar tushgan. Biz Buxoroda savdo qilamiz mashina bilan. Buxoroda ham savdolar tushgan ozgina. Buning sababi mashina sotiladigan taklif ko'paygan. Sababi shu, kimdir qarzini beryapti, kimdir yangi mashina olyapti, kimdir uy olyapti, shu uchun bo'lyapti. Yanvardan qaytib narxlar o'sishi baribir bor narsa. Bu har yil bo'lib kelgan ish bu. Narxlar tushib ketdi, bozor sindi, odamlar mashina olmayapti. U ozgina gap menimcha endi. Siz qanday fikrdasiz bilmayman, kommentariyada yozib qoldiring. Like qo'yish esdan chiqmasin. 2023-yilda ishlab chiqarilgan Tracker avtomashinamiz kelgan. 24 mingta halol probegi bilan Premier avtomashinamiz. Lexus oblisovka qilingan, propan gazlari o'rnatilgan, kraskalari toza. Ushbu avtomashinamiz kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, aksiya narx emas, askiya ham emas hech qanaqa. Bozor narxi hozir shunaqa o'zi. 17 ming dollarga baraka qilamiz. Kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, telefon qilib baraka qilib olishlaringiz mumkin.